Hozir maktabda ham gapirilgan bu gaplar ahamiyati o'tib ketdi, manziliga yetgan gaplar aslida gap oramizda hamma narsa hozirliklar ziyolilar bo'lyapti bizda. Mana ozorlar shunaqa tarbiya degan xudoga shukr. Hozir man bechora ozorlarning ham yuzi qizaribdi. Manda bechora aka ishdan ketdi. Man qorong'u bo'lib butun oilamga nima dedi? Qanaqadir shamiga doq qo'ydim. Shuning uchun xonandalar uzr so'rayman. Man hech qanaqa ifloslik yoki hech qanaqa g'arazli yomonlik deganim yo'q. Gunoh ish deganim yo'q, kichikni o'ldirganim yo'q. Bu dilim uchun bilib qo'yinglar. Takroran bittadan manga oltin kun so'radilar. Ben oldum Xudoga shukur umidlarim bor, niyatlarim bor, niyatlarimda yomon narsa yo'q edi. Xudoga shukur bitta qizim bor. Shu maslahatlashganlarni tuganda maslahatlashgan turganlar hamma faktlarni, hamma zakazatlarni hammasini qarab, "Qanga nima deydi?" Gapni oqlashdan so'rayman. Manda ayb yo'q, o'zimda ayb yo'q. Jon shirin, ko'rdingizmi? Kuni kecha ochiqda odamlar orasidagi ozod, erkin hayotda o'ziga o'xshagan insonlarni shirin fahmlab, ularga nisbatan qurt qumursqadek munosabatda bo'lgan bu zo'ravonlar bugun qafasga tushgach, o'zlari ham hamma qatori hammaga o'xshagan odam ekanliklarini eslab qolibdilar. Hatto ko'z yoshi qilishni ham bilarkanlar. Halbuki ular qanchadan qancha begunoh insonlarning ko'z yoshlarini to'ymadi deysiz. Kimlarnidir mol mulkiga, kimlarnidir hayotiga tajovuz qildilar. Qaytar dunyo deyishadi bu. Qon tortadi, begunoh ko'z yoshlarining quvvati tutadi albatta. Qarang, ular o'lja talashgan qashqirlardek bir-biroviga qurolli hujum qilgan o'sha mash'um kunda ko'chadan o'tib ketayotgan bir o'spirinning ham umriga zomin bo'ldilar. Otishmada u halok bo'ldi. Qachon, soat nechida kelgansiz? Kim bilan birgalikda? Kimlar bilan birgalikda? Qaysi mashinada keldingiz? Aziz bilan birgalikda. Mashinangiz davlat belgilari qanaqa edi? Yo'l ortiga Davlatdan ham 34 Cho'rtonaga kelganlaringizdan keyin, mana shu Dendraparkka kelganlaringizdan keyin qanday voqea bo'lgan? Joyida ko'rsatib bering. Kimlar kelishdi? Necha kishi olib kelishdilar? Qanaqa mashinalarda turlarini aytib kelishdi? Birontasini davlat belgisini eslab qoldingizmi?